50 yillik, 60 yillik. Yog'och istalba. Mana tuvlari chirib boryapti. Tagidan o'tishga ham qo'rqamiz. Svet o'ynaydi-da bizda. Sal shamol bo'lsa ham svet o'chadi deb qo'rqardik, juda ham eskirganligi uchun. Ana shulardan qiynalyapmiz-da rosa. Elektr ta'minoti. Sirdaryo tumanining 13 ta transformatorini yangilash va yog'och ustunlarini temir beton ustunlariga almashtirish bo'yicha 1 oy muddatda hammasini tugatish kerak. Elektr tarmoqlarini muhandislari har bir qishloq, ko'chalarda aylanib, kuchi yetmayotgan eski transformatorlarni almashtirib, elni farovonligi uchun juda katta ishlar qilmoqda. Hozir ko'chamizga stalbalar qo'yilib kelyapti ekan. Ertaga endi mana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun Bizning mahallamizga yangi O'zbekiston nafasi kirib keldi. Sirdaryo tumanimiz markaziga kirib yoki mahallalarga kirsangiz, qaysi bir ko'chaga kirib bosh suqib qaramang, elektr tarmoqlari xodimlari o'zini ishlari bilan yuribdilar. Hududiy elektr tarmoqlari aksioner jamiyati Sirdaryo hududiy filiali tomonidan tuman shaharlardagi barcha elektr ta'minoti korxonalarining mas'ul xodimlarini jalb qilgan holda Sirdaryo tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi 298 sonli qaroriga asosan rekonstruksiya modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Ushbu ishlar jarayonida 560 dona temir beton ustunlar, 24 kilometrdan ortiq elektr uzatish tarmoqlari hamda 10 dona transformator punktlari o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Har bir mahallada ko'rinyapti prezidentimizning siyosati. Yigitlarga rahmat, issiq demay shunchalik ishlashyapti. Kattakon rahmat hammasiga. Eng jannati joy mana shu O'zbekistonimiz. Allohim kuch-quvvat bersin prezidentimizga. Bu qilinayotgan ishlar yangi O'zbekistonimizning mustaqillik bayramiga juda katta tuhfa deb hisoblayman.